Nimaligini aytishlikdan Alloh alam hojat ham bo'lmasa kerak, chunki hozirgi videodan bizda auditoriya ham xosatan o'zbek zamon auditoriya mavzuni nima ekanligini bilishib oldi va asablarimiz ozgina tarangroq. Albatta bu gaplarni eshitgandan keyin, ya'ni bir rus rahbariyatidagi inson проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. Мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? chiqib turib bizning Osiyomiz deb gapirishligi bu albatta bu ochiqdan ochiq tahdid va ochiqdan ochiq Markaziy Osiyo davlatlarini mustaqilligini mensimaslik va umuman olib aytganda ochiqdan ochiq tahdid. Shunga bugun to'liq munosabat bildirib o'tsak, Allohdan yaxshi bo'lsa kerak. Ha, subhanalloh, bu Solovyov, Vladimir Solovyov adashmasam ismi. Rossiyani eng asosiy propaganda, ya'ni katta, ya'ni tepalardan biri bo'ladi. Ya'ni uni gapi shu Kremlda ovozida desa ham bo'ladi. Allohu a'lam, chunki bu Krimdagi urushlardan ham oldin, Donetsk boshqa nimalardan oldin ham shunday gaplar bilan chiqib doim shu nimani birinchi shu nimalarda xabarlar, ya'ni nimalarni signallarni yetkazadigan odamlardan biri. Bu o'zi Yahud, ya'ni keyin Isroilda nimasida ham, armiyasida ham agar meni yoshimni qabul qilishganda borib shu G'azodagi amaliyotlarda ishtirok etadim degan odamlardan bo'ladi. Demak, tabiatan shunaqa bir buzg'unchilikni istaydigan insonlardan hisoblanadi. Tabiatan, ya'ni Ukrainadan ham ko'proq Alloh alam musulmonlar yomon ko'radigan odam. Shunga u faqat nima emas, Rossiyani, ya'ni bir haligindaqa himoyasi uchun, bir nimasi uchun emas, ya'ni musulmonlarda, keyin musulmon diniga mansub bo'lgan millatlarni yomon ko'radigan odamlardan. Shunga ya'ni bu gaplar ham tahdid, ya'ni anchadan beri gapirilib kelyapti Rossiyada, Rossiyani masalan deputatlari, boshqalari bo'lsin, shunga o'xshagan mediani arboblari bo'lsin, shular anchadan beri bu narsani olib, ya'ni gapirib nima qilyapti, ya'ni birinchi o'rinda ruslarni o'ziga shu fikrni kirgizyapti nimasiga, miyasiga, ya'ni shu, ya'ni agar ertaga bir amaliyot boshlanib ketsa, ya'ni bu narsa normal bo'lishi kerak. Bu narsani Ukraina jangdan oldin to'g'ri qabul qilish kerak. Nima uchunligini odamlar endi programma bo'lgan bo'ladi. Gapini davomida ham aytayapti-ku, o'zi bizni milliy himoyamiz sifatida, ya'ni Osiyoni nazoratga olishlik haqida gapiryapti-da. Shunaqa. Haqiqatda bu asrimizni haqiqiy fojiasi o'laroq 21-asrda, ya'ni men biroz avvalroqqa qaytmoqchiman. Avvalda 19-18-asrlar yoki undan avvalgi tarixlarda doim qavmlar bir-biriga hujum qilib, doim erkaklar jangu jadalda yurgan. Lekin 21-asr deyildi va qandaydir osmono'par va'dalar, demokratiya deb turib, mana bunday insonlarni bo'lib ham musulmonlarda xilofat yiqilgandan so'ng bu narsalardan ancha uzoqlashtirib yuborildi. Lekin bu xitob to'g'ri bizga yoqmayapti. Rusni asl basharasini bizga ko'rsatyapti. Ya'ni bu narsada inshaalloh Alloh taoloning ko'p hikmatlari bor. Shu tarixda ham ota-bobolarimiz bosqinchi Rusga qarshi bosmachi deb yomon otliq bo'lsa ham haqiqiy janglarda olib borib, o'zini dinini, nomusini, yerlarini himoya qilib, haqiqiy mujohidlar bo'lib, shahidlar, juda ko'p shahidlar bo'lgan bizning diyorlarda xosatan. Xo'p, bugungi kunga kelib u tahdidi ochiq aytdi. Endi bizdagilar ko'rgan bo'lsanglar, axborot maydonida hozir juda ham shov-shuv bo'lyapti va ba'zi amaldorlar pitirchilab ham qo'ygan. To'g'ri, endi sovet parast yosh katta amaldorlar mumkin haligi tarix kinosida bor, bog'roqlarimiz oqposhshoda nimasiga deydi, mana shunaqa qilib kutib oladiganlari ham bor. Alloh musta'an. Lekin shu yerda men aytaman, haqiqatdan hujum qilsa, Ukrainadan so'ng maxsus operatsiya deb turib, mana Amerika ham Venesuelaga qilgan hujumidan keyin yashil chiroq yondi, butun dunyo
o'rmon qonuni ochiqchasiga ishlashni boshladi. Ya'ni kuchlilar kuchsizlarni yeyishni boshladi. Endi Ukrainadan so'ng ochiqchasiga hujum qilsa himoya qila oladimi O'rta Osiyo o'zini o'zi? Ya'ni mana shu narsani o'rtaga tashlab turib, shuni atrofida nima qilsak, ya'ni haqiqatda realniy bugungi armiya qaysi holatda? O'sha uni qo'pol bo'lsa ham aytamanki, Bashar Asadni armiyasini ko'rdik, qanaqasiga tuntarang bo'lib qochib ketganligini. Ya'ni O'rta Osiyoning armiyalarining holati qanaqa? Bashar Asadning armiyasi O'rta Osiyoning armiyasini oldida biladi. Ancha yaxshi bo'lsa kerak. Shukur Xolmirzayevni Qora kamar degan asari bor, romani bor. Eshitgan bo'lsanglar, o'qigan bo'lsanglar. U spektakli ham bor bu narsani. Unda o'sha Qora kamar degan joy bo'ladi. O'sha joyda o'zi aytgandek bosmachilar deydimi? O'sha yerdagi xalqning asl qahramonlaridan biri bo'lgan Xurrombek haqida ishlangan yoki yozilgan nimada romanda. O'sha yerda bir jumla borda. Xurrombek yo'lda ketib turgan bir nimalarni ushlaydi. Olib kelinglar dedi. Savdogarlar dedi. Dehqonlar. Olib kelishgandan keyin Xurrombekni ko'rib qo'rqib ketishadi haligilar. Chunki xalq ichidan chiqqan ba'zi xoinlar yoki shunaqalarda nima deydi, dodini berib, ko'pini qatl qilgan, ko'pini o'ldirgan inson bo'ladi-da. Keyin Xurrombek so'raydi-da, aytinglar deydi, mana shu sho'ro, o'sha sho'ro deyishgan-ku. Sho'ro sizlarga yoqadimi? Desa indashmaydi. Qo'rqmay aytinglar deydi, hech kim sizlarga tegmaydi. Desa, ha deydi. Ular bizga deydi yer berdi deydi. Ular bizga deydi, ya'ni xonliklardan keyin keldi-ku, xonliklar bizdan yerlarimizni, suvlarimizni olib qo'ygan, ular bizga yer berdi, ular bizga suv berdi. Ha bular ham nima ekan? Xalqparvar ekan, bular ham shu xalqni yaxshi ko'rar ekan, bular ham shu obodonchilikni yaxshi ko'rar ekan degan narsani gapirganda Xurrombekning bir gapi bor, "Ey mollar" dedi-da. O'sha kiramanda yozgan, "Ey mollar, senlarga kim yer bersa, kim nima bersa, suv bersa, o'sha yaxshi bo'lib ketaveradimi?" dedi-da. Ozodlik, millat, din qayerda qoladi dedi-da. O'zi aytmoqchi, xalq ertaga xalqning boshiga Alloh ko'rsatmasin, shunaqa bir yomon kunlarda olib kelib qo'yadigan bo'lsa, xalqning ichidan chiqadigan xoinlar juda ham ko'p. Va bu narsani biz o'zimiz ko'ryapmiz. Buning uchun O'zbekiston rahbariyatining ichida bunaqa rusga moyil bo'lgan insonlar juda ham ko'p. Va buni misol uchun Kunuz yaqinda bir olib chiqdi. Rus va Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ba'zi masalalarda nima deydi, suhbatlar qilishni ko'rgan bo'lsalar kerak, tortishib ham ketishdi-ku. Ya'ni Rusni ochiqdan ochiq tarafini olib turgan insonlar. Ya'ni uni ochiqdan ochiq biz Rossiyani yaxshi ko'ramiz emas. Rossiya bugun O'zbekistonning strategik hamkori, shuning uchun biz uni haqqiga yomon gaplar gapirmasligimiz kerak degan narsada-da. Lekin bu narsani o'zi insonni, ya'ni shayton ham sizni kutgan tarafingizdan olib kelmaydi. Shayton ham sizni kutmagan tarafingizdan hujum qiladi. Sizni zaif tomonlaringizdan hujum qiladi. Bugungi kunda O'zbekiston xalqining eng zaif tomonlaridan bittasi chetga chiqib ishlashlik. Qani edi shu Rossiyaga borib topadigan pulimni yarmini ham o'sha O'zbekiston topsam ham bormasdim deydi. Endi 7 yildan kelib turib, mana shu pullarni Rossiyada topadigan, qiynalib topadigan pullarni o'zingizlarning mahallanglarda ishlab topasizlar. 500-600 dollardan ishlab topasizlar. Faqat shu rus kirib kelishlik kerak bu yerga. Desa, bu juda ham ko'p insonlarni ikkiga bo'lib tashlaydigan holat. Chunki har bir jamiyatda vatanparvar insonlar bor, dinini, xalqini, vatanni yaxshi ko'radigan va har bir xalqda buni ziddiga pulni, manfaatni, doim yaxshilikni yaxshi ko'rgan insonlar ham bor. Misol uchun bizning vatanda bir nima borki, musaffo osmon, tinchlik deydi. Bu juda ham katta xavf narsa. Nimaga desangiz, tinchlikning ortidan doim yaxshilik kela olmaydi. Tinch yasha deb turib, mana rus kelsa, jang qilinglar, tinch yashanglar. Osmonlar musaffo bo'lsin, nima kerak bor qon to'kib. Faqat men shu prezidentni almashtirib qo'yamiz, hukumat bizga bo'lsin, 100% bizga bo'lsin degan insonlar bo'lsin, bo'ldi. Degan narsa bo'ladi. Keyin bu masalan hozirgi hukumatlar tur beradimi? Agar amaliyot qilinsa. Tur beradi deb o'ylaysizlarmi? Ketadi, hammasi qochadi. Hammasi masalan buvshi prezidentlar hozir Qirg'iziston prezidenti Akayev Rossiyada panoh topgan bo'lsa, Bakiyev Belarusda yashaydi. Ya'ni ular chinovliklar pulini yig'adi, ketadi. Ya'ni xalq ular nima ishi bor? Shunaqa. Ya'ni u вообще qiziq emas-da, Alloh saqlasin. Endi mana shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tardim. Vatan degan tuyg'usi bizni nuqtai nazarda, islomiy nuqtai nazarda, ya'ni biz shunday qarashimiz kerakki, musulmonlar yashayotgan hudud. Ya'ni biz hozir ba'zi suhbatlarimiz orasida vatan deyapmiz, o'ylab qolmasin O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston unaqa emas, balki islom, ya'ni musulmonlar yashayotgan hududlar, biz yashayotgan joylar, mana shu joylarni
diniy aqidamizdan kelib chiqib, molimiz bilan, jonimiz bilan himoya qilishimiz bizning vojibotimiz. Chunki orqada opa-singillarimizning nomuslari turibdi. Ertaga ularni himoya qilmasak, tabiiyki Sharqiy Turkistonni boshi Alloh ko'rsatmasin, bizni diyorlarga ham tushib qolishi mumkin. Chunki realni qaraylik, bostirib keldi. Xitoy yordam beradimi bir devor qo'shni? Yo'q, yordam bermaydi. Chunki Rossiyaning ittifoqdoshi va Xitoy kerak bo'lsa, shu Rossiya bilan birgalikda ko'proq yerlarda olib qolishga harakatda bo'ladi. Kim bor u qo'shni davlatlar yordam beradigan? Ya'ni bir gigant, hozir bugungi kunda 21-asrda gigant kuchga ega bo'lgan davlatlar yordam beradigan bir konkret nima yo'q-da. Mana shu Muborak Shom diyorida Suriya jihodida ko'rdikki, masalan, ba'zi davlatlar bilan siyosiy ittifoq qilmasdan turib bir natijaga erishishlik, ya'ni albatta avvalo Alloh va rasuliga suyanib, Allohga suyanib va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llaridan yurilib, mana bu narsada natijaga erishiladi. Ya'ni ommatan aytmoqchimanki, O'rta Osiyoda bugungi holatda qiyin masalada Rossiyaning ittifoqdoshi Xitoy ikki yoq tarafidan hujum qilib tursa, Ukrainaga masalan Yevropa ochiq edi. Uni har tomonlama qurollar bilan ta'minlab turardi. Lekin O'rta Osiyoga hujum qilsa, ochiq savolni o'rtaga tashlaydigan bo'lsa, kim bor ittifoqdoshi? Ya'ni bugungi kunda hozir mana Turon nimasini tuzishlik harakat qilyapti. Turkiy xalqlar hamjihatligini tuzishdimi birinchi, hamdo'stligini tuzishdi. Balki mana shundan umid qilib turishgan bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin. Lekin mana Bashar Asadni askarlari qochganini yoki bo'lmasam Tolibon davlat ustiga kelganda u yerdagi davlatdagi boshqaruvdagi odamlar qochganligini, samolyotlardan dumalab tushib qanaqa qochdi masalan. Men nima demoqchiman? Bilaylikki, agar islom bilan, islomiy aqida bilan tur bermasa inson boshqa narsa, hech narsa ushlab qolmaydi. Ya'ni ular bu vatanparvarlik, osmonimiz musaffo, u o'tkazgan paradlari bir din. Ya'ni agar Alloh va rasuliga suyanmasa, dinimizga qaytmasak, ya'ni O'rta Osiyo xalqlariga aytardimki, eng shu rusdan himoya qilishda mustahkam yo'li dinimizga qaytishimiz. Yani undan boshqa yo'l yo'q. Agar boshqa yo'l tushadimi, xor bo'ladi. Ertaga, ya'ni Alloh saqlasin, juda ham bir og'ir kunlar kutib turibdi.